Demak, bizda ildiz ichida 8 minus ildiz ostida 15 bo'lsin. Demak, shu joyda qaranglar, hushyor bo'lish kerak. 15 ni 5 karra 3 desak, yig'inni 8 bergan bilan boyagi usulga birdan qo'yib keta olmaymiz. Sababi ildiz oldida 2 bo'lishi shart. Ildiz oldida 2 yo'qmi? Usulga tushmayotgan bo'ladi hali. Endi 2 ni shakllantirish uchun nima qilamiz? Ichkaridan 2 chiqarishning iloji yo'q. Shuning uchun to'laligicha taqsim 1 deymizda, surat mahrajiga to'liq 2 ni ko'paytiraveramiz. 16 minus 2 ildiz ostida 15 taqsim 2 bo'ladi. Mana endi ildiz oldida 2 bor. 15imizni 5 karra 3 deyishimiz mumkin. Va 15 karra 1 ham deyishimiz mumkin. Hozir 5 karra 3 to'g'ri kelmaydi, 16 ni bermaydi. 15 karra 1 desak, yig'inda 16 ni beradi. Bu degani ildiz ostida 15 minus ildiz ostida 1 ning qavs kvadrati bo'lyapti va ildizning ichida ildiz ostida 2. Mahraj alohida ildizga, surat alohida ildizga oldik. Kvadrat bilan ildiz ketadi. Ildiz ostida 15 minusdan 1 taqsim ildiz ostida 2. Yana nima bo'lishi mumkin? Surat mahrajni ildiz ostida 2 ga ko'paytirib, mahrajni irratsionallikdan qutqarib qo'yishimiz mumkin. Zarur bo'lsa agar. Bo'lmasa variantda tepadagi holat bo'lsa, tepadagi holatni o'zini yozib qo'yaveramiz. Tushunarli, ha? Endi bizda yana savol kelishi mumkin. Ildiz ostida xuddi shunday 8 minus ildiz ostida 15 plus yoki minus deylik. 8 plus ildiz ostida 15. Shuni hisobla deydi. Buni tepadagidek 2 marta hisoblab o'tirgandan ko'ra yana boshqacha usuldan foydalansak bo'ladi. Teng x deb olamiz va ikki tomonni kvadrat ko'taramiz. Kvadrat ko'tarishdan oldin bir narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Nimaga? Birinchi ildiz minuslik, kichikroq son chiqadi. Ikkinchi ildiz pluslik, demak sal kattaroq son chiqadi. O'rta minus. Kichikroq sondan kattaroq sonni ayiradigan bo'lsak, x qiymati manfiy bo'lishi shart. Bu esimizdan chiqmasin. Endi 8 minus ildiz ostida 15 minus 8 plus ildiz ostida 15 ni teng x deb oladigan bo'lsak, endi nima deymiz? Bu xuddi a minus b ga o'xshayapti. Biz ikkala tomonni qavs kvadrat ko'tarib ishlaymiz. Qavs kvadrat ko'targanimizda nima bo'lardi? Birinchi sonni kvadrat ko'tarardik. Kvadrat bilan ildiz ketadi. 8 minus ildiz ostida 15 minus 2. O'rtada ikkalasini ko'paytmas. Ikkalasi ham kvadrat ildiz, birinchisi ham kvadrat ildiz, ikkinchisi ham kvadrat ildiz bo'lsa, demak 2 bitta ildiz ichiga olib qavs holatda ko'paytirib qo'ysak ham bo'ladi. 8 minus ildiz ostida 15 8 plus ildiz ostida 15 plus ikkinchi sonning kvadrati 8 minus ildiz ostida 15 bo'lyapti. Shu teng bo'lyapti x ning kvadratiga. Endi bu plusligida. Ildiz ostida 15, ildiz ostida 15 0 ga aylandi. 8 bilan 8 imiz 16 ni beradi. Minus 2. Mana bu ikkalasi ildiz ichidagi ko'paytma. A minus va A plus bu qisqa ko'paytirish formulani berganligidan 8 kvadrati 64 minus ildiz ostida 15 kvadrati 15 ni o'zini beradi. Teng ekan x kvadratga. Buni hisoblaganimiz 49 deb bersa 16 ayrilgan 2 49 dan 7 chiqadi. Shu x kvadratga teng ekan. 2 kere 7 14, 16 dan ayirib olsak x kvadratimiz 2 ni bersa, x'imiz bizda ildiz ostida 2 bo'lishi mumkin, x'imiz bizda minus ildiz ostida 2 bo'lishi mumkin. Shu joyda juda hushyor bo'lasizlar. Nimaga? Juda ko'pchilik x kvadrat teng nimadir son bo'lsa, elementar xato qilib faqat plusni olishga odatlanib qolgan. Bizda kichikdan katta ayrilgan edi, x topish uchun manfiy son edi. Demak, manfiyligini olamiz, musbatligi bo'sh to'plam bo'ladi.